Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Vahim kottejlarning yonida sizlar uchun mo'jazgina mana shunday 4,5 sotulik 2 qavatdan iborat imorat kottejlar sizlarga mana qanday uylar topib qo'ydik aka-ukalar. Kimga mana shunaqa uylar kerak bo'lsa, like bosasizlar, biz sizlar uchun chiroyli qilib mana shu uyni hamma yo'g'ini tushuntirib boramiz. Bu joyga keladigan bo'lsak, 4,5 sotikka solingan, atroflari zabor qilib o'ralgan, svet, gaz, suv, yonida bog'cha, maktab, masjid yaqinimizda, masjid mana namozgoh masjidi bor. Akalar, bo'lmasam biz videoni boshladik, birgalikda tomosha qilamiz. Sizlar uchun chiroyli qilib tushuntirib borsak, akalar, tashqi fasadlariga keladigan bo'lsak, tashqi fasadlariga klinker qilingan, ichida utopleterni qilingan, shum izolyatsiya, ya'ni issiq holatda. Endi kottejimiz ichlarini bir qator sizlarga ko'rsatib boramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Hurmatli aka-ukalar, endilikda mana kottejimizning ichidamiz. Bu akamiz o'ziga mo'jaz qilib solingan taylari, fundamentlar bo'lgan ekan. Taylari endi bu tomonida 3 xona, bu tomonida 3 xona. O'rtada katta hol, tepasi ikkinchi etajda ham xuddi shunaqa. Bu yog'ida ham 3 xona, bu yog'ida ham 3 xona, o'rtada katta hol joylashgan akalar. Sizlarga bir qator endi xonalarni ko'rsatib borsak, bunimiz katta nima bo'ladigan bo'lsa, spani bo'ladigan bo'lsa, mana unimiz mana bu detskiy spani yoki hammom qilishingiz mumkin. O'zingizni nimasiga qarab, didingizga qarab. Bunisi oshxona mana, kuxna qilishingiz mumkin mana. Buni aytadigan bo'lsak 3 ga 4 xonalar, 3,5 ga 4 xonalar solingan. Endi bu yog'iga keladigan bo'lsak, bu yog'ida ham xuddi shunaqa katta holimiz 4 ga 6lik hol ekan, akalar, ko'rinib turibdi. Bu yerda ham yana bitta xona bor. Bu bolajonlar uchun spalni qilsangiz bo'ladi yoki gastevoy qilsangiz bo'ladi mehmonlar uchun. Bu yerda ham bitta xonamiz bor. Tepasi ham xuddi shunaqa holatda akalar. Ko'ryapsizlar, oldi romlarni ko'rsating. 3 tadan yoriq qilib moslashgan. Tepasida ham xuddi shunaqa yoriq qilib moslashgan. Regillariga keladigan bo'lsak, regillari 40 qilib yaxshi baquvvat armaturdan regillari ham qo'yilgan akalar. Bunimiz adushkalariga ham aytib o'tilyapti. Hamma yo'q akalar. Buni ko'radigan bo'lsak, mana fasadlariga sizga aytib o'tgandek, klinkerlar qilingan, fasadda ish qolmagan, ichlari utopleter bo'lgan, issiq, shum izolyatsiya bo'lgan akalar. Endi hozir bu yoq mana shu narsani o'ziga mustahkam qilib so'ygan, sababi o'zim yashayman deb so'ygan, endi sotmoqchi bo'lib sotyapman. Akalar, mana shu kottejimizni qiziqqan odamlarga dokumentlarga keladigan bo'lsa, kadastr hamma yo'g'i joyda, svet, suv, gaz, yonida masjid, katta namoz o'qiyman degan aka-ukalarga, yonida maktab, bog'cha, bolalar jonlari uchun shunaqa yaxshi udobstvo qilingan shu kottejimiz sotuvga qo'yildi akalar. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar, akamizdan to'liq ma'lumotni kamchiliklarda o'zingiz so'rab, bir boshdan tushuntirib, o'zingiz so'rab bilib olishingiz mumkin. Bo'lmasam akalar, videolarimiz yoqsa bittadan like deb bosib, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, bu 2 etajli kottejimiz, ya'ni 12 xonali kottejimiz narxi nech pul deyishingiz mumkin. $60,000 baho qo'yilgan, yana kami bor akalar. Egalaridan to'liq ma'lumotni olasizlar. Telefon qilinsalar 24/7. Kechasi kunduzi bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Musofirlikda yurgan aka-ukalar, mana qanday uy olaman degan akalar bo'lsa, aloqaga chiqamiz. Atroflarni ham ko'ryapsizlar, oldilari ham katta bo'lib, mana steyashkalar qilingan. Hamma yo'q, bejirim. Qo'shni tomon ham yopilgan, bu yon tomon ham yopilgan. Tashqi fasadlarda ish qolmagan. Asosan shu eshik derazalarni qo'yilsa bo'ldi. Ichkarida keyin qolgan remontlari bor. Akalar, kottejimiz bir qator o'zingizlar ko'rib, kelib bemalol ustida gaplashib, egasidan to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Akalar, omon bo'linglar. Mana shunaqa chiroyli kottejlar hammaga nasib qilsin. Niyat qilganlar bittadan like bosib, kommentariyaga chiroyli so'zlar yozib ketaverasizlar.